Demak, yo'ldoshlar davom qilamiz. Agar siz onlayn bo'lsangiz, iltimos menga javob bering. Men sizni kutaman, deyapti. 5-may kuni yozgan. Demak, 6-may hozir men skrinshot jo'natdim. Mana soat 10:25 da jo'natganman. Hozir mana 10:26 bo'lyapti soat. Bolalarning firibgar ekanligini, uchiga chiqqan ekanligini bilish uchun yana bir dalil ptichkani menga ko'rinmayapti, ular ko'rmaganligini. Agar men jo'natgan narsani ular ko'rsa, ptichka 2 dona chiqadi-ku. Bu yerda chiqmayapti. Hozir mana sinab ko'ramiz yana. Mana men yozyapman hozir 10:27 da. Hozir javob yozishini ko'rasiz. Lekin ptichka o'zgarmaydi. Mana bir murabbiy deyapti. Mana 10:27 da yozganman, 10:28 da javob keldi, lekin ptichka o'zgargani yo'q. Mana yana ushbu rasmni o'qituvchiga yuboring. O'qituvchi sizga qanday qilib qo'l ushlashni o'rgatadi, deyapti. Uylanish uchun ushbu hayvonot bosing. U bilan bo'lgan suhbatning skrinshotini menga yuboring, deyapti. Xo'p, mayli, yuboramiz mana. Yo'q, men boshqa skrinshot jo'natibman bunga hozir. 1 daqiqa. Buni jo'natamiz. Bu nima? Buni ham kuzatamiz. Ptichka o'qigan o'qimaganligini bila olamizmi, yo'qmi? Xo'p, bu chiqib ketyapti. Yana kirdi. Onlayn.
Xo'p, unga yordamda Renaga hozir mana jo'natdim. Javob yozmayapti. Bu juda uzoq video bo'ladi. Chunki bu menga bog'liq emas. Agar javob bo'lmasa bir necha daqiqa kuting deyapti. Mana javob kelyapti. Assalomu alaykum, sizni bu yerda ko'rganimdan xursandman. Men Olti stol xodimiman. Keyinchalik nima qilishingiz kerakligini haqida sizga yo'l ko'rsataman deyapti. Hozirda biz yarim kunlik ishchilarni qidirmoqdamiz. Asosiy ish savdogarlarga mahsulot sotuvini tezda oshirish va xarid qilish uchun aniq maqsadlari bo'lmagan tomoshabinlarni jalb qilishda yordam berishdir. Neft Territory Smile yirik savdo kompaniyalariga yaxshi imij va obro'ga ega bo'lishda yordam berish uchun professional marketing xizmatlarini taqdim etadi. Sizning vazifangiz ko'proq xarid qilish markazlariga mahsulot buyurtmalarini sotishni ko'paytirishga yordam berish va aniq xarid qilish maqsadlari bo'lmagan odamlarni jalb qilishdir. Neft Territory Smile va uning hamkorlari sizga komissiya to'laydi. Axir barcha savdogarlarning daromadlari savdoga bog'liq. Sizga kerak bo'lgan narsa mobil telefon va komissiya olish uchun kuniga atigi 2-3 daqiqa vaqt ketadi. Juda oddiy. Siz yangi a'zosiz 3 ta vazifani bajarganingizdan so'ng Neft Territory Smile sizni qo'shimcha 3,5 million so'm bilan mukofotlaydi. Bugun sizda 60 ming so'm komissiya, 3,5 million so'm bonus olish imkoniyati mavjud. Yuqoridagilarni diqqat bilan o'qing. Bu ish sizni qiziqtiradimi? 3 ta vazifani bajarish kerak deyapti. 3,5 million so'm bilan mukofotlar. Emish Neft Territory Smile kompaniyasi bugun sizda 60 ming so'm komissiya plus 3,5 million so'm bonus olish imkoniyati mavjud deyapti. Deb yozib ko'ramiz, nima bo'lar ekan qani. Iltimos, avval savdo markazining yarim kunlik ishchi almashish komissiyasi kanaliga qo'shiling deyapti. Endi men sizga yangi boshlovchi vazifani topshiraman. Hisobingizda 20 ming bor. Shu vazifani boshlash uchun siz 30 ming to'lashingiz kerak. Vazifani bajarganingizdan so'ng siz taxminan 10 ming komissiya foyda olasiz va 60 ming mablag'ni olib qo'yishingiz mumkin. Vazifani bajarganingizdan so'ng Neft Territory Smile akkauntingizdan 60 ming yechib olishingiz mumkin. Demak, men yechib olishim mumkin deyapti. Vazifani bajarganimdan keyin 60 ming so'm yechib olishim mumkin. Savdo markazi sizdan savdo ro'yxatlarini olishi mumkin. Shuningdek, siz savdo markazidan komissiya olishingiz mumkin. Missiyani boshlashga tayyormisiz? Xo'p, kanalni ko'raylik, qani nima bo'lar ekan. Smile ishchi guruhi a'zoni VIP buyurtmani bajarganligi va to'lovni muvaffaqiyatli olgani bilan tabriklaymiz. Biz bilan ishlaganingiz uchun tashakkur. Qanchalik ko'p topshiriqlarni bajarsangiz, shuncha ko'p komissiya olishingiz va maslahatchi bilan bog'lanib
kelajakdagi buyurtmalar bo'yicha komissiya olishda davom ettirishingiz mumkin. Qo'shimcha vazifalarni bajarish uchun o'z hisoblarini muvaffaqiyatli to'ldirgan a'zolarni tabriklaymiz. Depozit qo'yuvchi a'zolar o'z ustozlari bilan bog'lanishlari va ustozining ko'rsatmalariga binoan mablag'larni yig'ishlari mumkin. $17,520,000 so'm, $18,531,000 so'm, $23,470,000 so'm, $13,594,000 so'm, $12,539,000 so'm, $31,079,000 so'm, demak bu faqat hisoblarni to'ldirgan odamlarning skrinshotlariga o'xshayapti. Mana biz bilan ishlashni boshlash uchun 30,000 depozit to'lashni boshlagan odamlar, kompaniyamiz bilan ishlagan har bir kishi 30,000 muvaffaqiyatli to'lagandan keyin 10 daqiqa ichida 60,000 yetib qolishi mumkin deyapti. Yana 30,000 qo'shiladi ekan. Xo'p, mana xazina g'alabasidan o'tkazilgan Ulug'bek Yusupov, jo'natuvchi nomi Aygirim Saxiy. Xo'p, mana chek paynet пополнение карт Humo. Agrobank Visa. Qabul qiluvchi Yusupova A.U. May 9:46 hozirgina bo'lgan transaksiya ekan bu. Mana yana bir transaksiya 6-may 10:09 hozirgina bo'lgan. Ulug'bek Allaberganov, получатель Umida Yusupova. Humo kartadan 30,000 so'm to'langan.
Demek 05.05.18.03'te 4860 degan karta raqamdan 2791 karta raqamiga G'olibjon degan yigit. Demak azizlar, mana ko'rdingiz, bu qanaqa rostmi yo'qmi? Videolarimni kuting. Bu haqda yana davom qilamiz. Bu firibgarlarga qarshi kurashaylik. Videoga podpiska bosing, like bosing, qo'ng'iroqchani bosing. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoling. Kimlar yana shunday firibgarlarga uchragan internetda?